Assalomu alaykum baliq shinavanda akalarim. Yangi joyga ketyapmiz. Sizlarga manzilni bir yo'l tushuntirib ketay deb. Shu qum bozori faqat ichkarirog'ida bitta zo'r joy bor. Akalarimiz kecha 1 kilo 700 1 kilo ustida sazanlar olishibdi. Karaslarni ham kattalari chiqyapti ekan. Marinka ko'p. Marinkani kattalari bor. O'zimiz ham oldik. Svetofor. Chapga qum bozoriga kiradimiz. Hech qancha kirmaymiz ichkariga ham. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, aniq yo'lni tushunib, qayerga yurish kerak, qayerga borish kerak, aniq bilib olasizlar. Hozir mana burilamiz bu yoqqa, qum bozoriga. Ilojisi aparich olinglar, aparich. Aparichga minutiga chiqyapti hozir. Libo oqim suvda aparichga minutiga chiqyapti. Libo oqim suvga aparich zo'r uryapti. Mana kecha bitta akamiz aparich tashayapti. Shu uryapti. Maydasi ham, kattasi ham hasrat uryapti. Hozir natijani ko'rasizlar. Menda aparich yo'q-ku, menda tut bilan chuval ozgina bilinchili yem bor. Burildik. Qum bozor. Qumlar turibdi. To'g'ri ketasizlar. Hech qancha yurmaysizlar. U men aytgan joyga ham shu qum bozordan hozirgi kunda borayotgan joyim ham yaxshi. Prosta men bugun eksperiment qilib tut bor edi. Tutni xolodilnikka solib qo'ydim, hali tut serobli mahalda. Shunga usacham borda. Shunga eksperiment qilamiz. Mana yo'l hech qancha yurmaysizlar. Mana ilon yo'l keladi. Bilgan biladi. Bilganlar indamay like bosib qo'yinglar. Bilmaganlar shu yo'l bo'ylab kelasizlar. Mana aytgan joyim, mana ariq, mana kanal. O'sha ariqda ham karaslar, sazanvachchalar rosa chiqyapti. Endi men aytgan joy mana mana hozir mana buyoqdan chapga burilamiz. Hech qancha yurmadik, ko'rdinglar. Mashinani o'tkazib yubormasak, orqamizga qadab kelyapti. Mana chapga yuramiz, mana joyga qaranglar. Qanaqa qilmanglar. Shunday burilasizlar, mana birinchi burilishlar. Deb turib mana tepaga chiqasizlar. Yog'achicha dingir yo'l mana. Kanalni bo'ylab ketasizlar, mana kanal bor. Shuni yo'l bilan borasizlar. O'zgina chanyu. Lekin mana kanalda ham zo'r baliqlar chiqadi. Faqat jinni bor. Suvga laq ekan. Bu yerga deta 15 kun qoldi. Paxta sezonida o'shim yormishim bu. Mana ariq kanal. Nimalarga borgilar ham kelmaydi. Ulug'nor tomonlarga ham borgisi kelmaydi. O'shim zo'r joy. Mana yerdan katta sazanlar olingan. Bu suv ham eski suvda. Oqib turadi, eski sazanlar bor. Chanyakan jinda sekinroq yuramiz. Manzilni tushunib oldinglar-a? Qum bozori ko'chasiga burilasizlar. 500 metrcha yurib turib, chapganda qayrilib to'g'ri kiraverasizlar.
hozir men marinka uchun kiryapman. Aparich ovulga dedimu yo'lda yo'lim teskari ekan. Men nimadan tushdimda bog' shamoldan tepa tomondan tushdim. Shu yo'l akalar, shu chap tomonda baland teraklar boshlanyapti-yu. Xuddi ana yerda bu beti ham, nari beti ham zo'r. Nari betiga endi o'tish uchun yo tepa tomondan kelish kerak, yo pastdan qiyin bu yoqda. Tomondan kelsangiz bu yoqdan mashina yurmaydi. Chap tomondan nari betda kanalda bu. Mashinangizni tepaga qo'yib tushishingiz kerak. Endi o'sha paytda o'zinglar bilasizlar, mangalar qanaqa yurishini. Bu yerda mana ariq, bu kanal, bo'ydagi kanal o'ta ham bir dahshat natija olasizlar. Hozir jinday borda, suv layka. Kecha men bu ariqqa kanalga tashlab ko'rganman. Andijon manzil, Andijon ko'pchilik qaysi viloyat deb yozyapti. Andijon Qumbozor degan joy bor. Anjan taniydi, endi biladi. Bu odamsan so'rasangiz ham mayit deb aytib beradi. Bilmaganlar uchun. Baliq ko'p. Ko'p obellar baliq baqqan uchun ko'pchilikni balig'ini suv urib yuborgan, qochib ketgan. Eskitdan o'zi bu yerda baliq uzilmaydi. Hozir men ham sizlarga olib borayotgan joyim eskitdan baliq mo'l ko'l, necha yildan beri bor katta narsalar bor joyga olib ketyapti. Eksperiment qilib bilinchiyda ilon-chuvon shaklda uzun qilib qirg'idi. Nima uchun? Suvga tushganda o'ynab turadi. Uzun qilib tashlaysiz suv. Ilon-chuvon o'xshab mana qilib lapanlab turadi. Shunga chuval endi liboy baliq yaxshi ko'radi-yu. Endi tut. Mana aytgan joyimiz suvimiz jinday laygaroq ekan. Mana baland teraklar. Shu aytgan joyim. Marinka, usach, sazan. Mana shu yerdan olishyapti akalar. Mana ayirlar qo'yib qo'yishgan qator qilib. Shu yerga tashlashadi. Chuqurda bu yer. Joy ko'p, u pastlari ham shu go'zal. Salqin joylar, daralar tay. Mana tashladik. Endi kutamiz. Suvimiz icha laygaroq ekan, endi hayronman, endi chiqadimi, chiqmaydimi. Tashladik endi. Yaxshi joy bu yer. Ko'ramiz hozir natijani. Yon qilib tashlab qo'ydim ekan. Ikkita qarmoq oldim. O'zi 5 ta qarmog'im bor, 5-ovini ham olib tushsam, qator terib qo'yaman. Bitta yo'qda xohlasa akalar Uychuga, Ulug'nor tomonga Ilonboshga ketyapmiz. Bugun qarmoqlarni montaj qilib tayyorlab qo'ysak hech payt. Ertaga Uychuda Ilonboshga boramiz. Ilonboshda xudo xolisa inalarni olamiz. Videolar qilib tashlaymiz xudo xolisa. Bilganlar yozib yuborsin, mana shu nima baliq? Karas olib karas emas. Nima baliq? Qonidan jabrasidan ilib chiqib qoldi. Sazan bo'lib sazan emasda, tushunasiz baliq ekan. Yozib yuboringlar bilganlar. Nima baliq bu, yapaloq. Bugungi natijamiz mana.
marinka, karas aralash tut bilan ilon chuvonga bo'ldi.